Bitta milliy qo'shiq bor. Husning guli tobuldi jahon mulkida paydo shu parizod. O'zbekistonliklar, andijonliklar Qodirjon deb aytishadi. Abu Ali ibn Sino dedi. Tibbiyot sohada boshlig'i shu odam bo'ladi. Misol uchun o'zbeklar kattalarga hurmat beryapti, to'g'rimi? Kichkinalarga nima? Izzat beradi. Shu narsa, bir xil narsa Pokistonda ham bor. Dasturxonda o'tirgani, ota keladi, o'tiradi, keyin hammasi bo'shladi. Agar yo'l yopiq bo'lsa, yoshlari ittifoq ochib beryapti. Pokistonda keng nishonlanadimi yoshlar kuni deb? Pokistonda yoshlar kuni nishonlanmaydi. Qaysi o'zbek milliy taomlarini yaxshi ko'rasiz? Andijonlik osh, keyin qozon kebab. Men ham mamlakatni, ham o'zbeklarni yaxshi ko'raman. O'zbek adiblaridan, shoirlardan, yozuvchilardan kimlarni bilasiz? Cholpon, Abdurrauf Fitrat, Oybek, Alisher Navoiy, Zahiruddin Muhammad Bobur. Kim ko'ribdir ey ko'ngil ahli jahondin yaxshilik. Kimki ondin yaxshi yo'q, ko'z tutma ondin yaxshilik.